Mana hozir men sizlarga Xorvatiya ko'chalarini ko'rsatib beraman deydi. Mashinadan boshlaymiz doimgidek. Splitska degan joy bu. Har kun ishlayotgan joyimiz Bol degan joyda bugun boshqa joyga keldik. Mana shu villada ish qilyapmiz. Yigirmanchi uy ekan. Demak ketdik. Qarang. Nima uy ekan bu? Apalab kiramizda shipkasi toshish kerak ularni. Zinadan tushib kelganda mana bu tarafda ham asosiy kirish eshigi bor ekan. Bu taraf garaj. Burchutgan uklonligini qarang. Yana biz mashinamiz. Pastga tushadigan bo'lsak, asosiy manzara pastda ekan. Uyga tushganda yana bitta eshik. Bunday ajoyib stollar. Bularda bitta basseyn bor, basseynga borib qo'yib, yotib dam oladigan ekan bu. Shunaqa dahshat villa ekan. Bu yerda dam olish uchun qancha pul ketar ekan deb tasavvur qilish ham qiyin. Yana basseyn. Basseyn suvi eski ekan. Lekin yangilab qo'ysa hali hojini sovuqroq havo isiganda cho'milsangiz, manzarani qarang bu tarafdan. Shuni chiqqansiz va dengiz. Mana qarang. Splitskani baland joylarida. Tashda eng baland joylar desam bo'ladi ekan. Mana shu yerda market bor, mana shu yerlarda. Sentr, Splitskani asosiy sentr joyi. Splitska unaqa katta joy emas. Shu bir qishloqday gap. Mana qarang. Basseynni qaranglar, basseynda. Basseynga necha? Kattaligini. Mana bu yerda mazza divonlar bor ekan, cho'milib chiqqandan keyin divanga o'tirib, Pepsi'ni tizza ochib qo'yib turib, chiyib o'tiradigan joylar ekan. Voy yumshoqligini. Dam olmasa ekan, ish qilib shu joylarda o'tirsa ekan, bo'laveradi ekan bizga. Palma daraxtimi, nima daraxt endi bu? Mana bu yerda zontiga ham bor ekan. Zontigini tutib qo'yib